Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyadagi turmushlarimizni turli ne'matlar bilan, turli boyliqlar bilan to'landirib, bizni turli yoqlardan ne'matlar bilan shulg'ab oldi. Hatto bir oyat karimada Allah subhanahu wa ta'ala shunday so'zlar aytaki: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim va in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha." Sadaqallohul azim. Mening ne'matlarimni sanay boshlasangiz, mening ne'matlarimni hisob qila boshlasangiz, sanab bitira olmassiz deb aytadi. Shunab da tire-yunga qarasak, o'zimizga qarasak, tanimizga, qardoshlarimizga, tuganlarimizga, ishimizga, darajamizga, ne'matlarimizga qarasak, sanab bitirgisizlik darajada. Ham shu ne'matlarni Alloh subhanahu va taolo bizga hikmagagina bermay. Ya'ni shu ne'matlarni xayrli ravishda qo'llanib, xayrli ravishda Rabbimizning so'zlarini yerga yetkazib o'tabda, Rabbimizning rizolig'iga erishir uchun shu mumkinliklarni beradi. Har bir kishiga Rabbimiz o'zining tegishli anga nasib bo'lgan tushunchalarni, ne'matlarni, darajani, ishni, oilani qiyshiksiz topshirib qo'yadi. Ham shu vaqtda o'zi bergan ne'matlar uchungina bizdan javob olacak. Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matlarni tegishli ravishda qo'llanamiz ekan. Ya'ni tegishli ravishda qo'llanu tushunchasini da biz ochiqlab ketirga tegishmiz. Rabbimiz Qur'oni Karimning bir oyatida shunday ravishda bizga bir xabar yetkazadi. Vashkuruli va la takfurun dey. Shukrona qiling'iz dey. Bergan ne'matlarni ko'rib, tanib, kimdan kelganin anglab, fikrlab, Alloh subhanahu va taolaning shu ne'matlarni bizga beruvchi ekanini tanib da turmushingizni shunday ravishda olib borasiz dey. Shu ne'matlar bilan xayrli ravishda, ezgilik uchun qo'llaning'iz deb aytadi. Va la takfurun deb aytadi. Kirisincha, shukrona qilmaycha turmushingizni olib bormag'iz deb aytadi. Ne'matlaringizni ko'ringiz, sanag'iz, ular uchun rahmatli bo'ling'iz deb aytadi. Yo'g'isa kufrlikka tushirsiz deb aytadi Alloh subhanahu va taolo. Shunga ko'ra tire-yundagi ne'matlarimizga qarab, tanimiz sog' salomat tanimiz bo'lsa, tuzuk yurtlarimiz bo'lsa, motor oilalarimiz bo'lsa, xayrli ishimiz bo'lsa, biz zaronaga tegishli tugilmiz. Shukrona qilib, shu tushunchalar bilan xayrli ravishda qo'llanib, o'zimizning ustimizdagi vazifalarimizni yerga yetkazib o'targa tegishli bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo bu dunyodagi turmushimizni beribda, ne'matlarni bizga ulashibda, shu vaqtda tegishli vazifalarini belgilab qo'ydi. Oila ahli ekansan, oilangni xayrli muomalada bo'l. Jamg'iyatda yashaysan ekan, jamg'iyat bilan shunday ravishda xayrli muomalada bo'l. Senga xayrlisin, senga izgilik keltiruvchilarga shukrona qil. Bu masalani hatto payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam da o'zining bir hadis sharifi bilan anglata. Adam bolalarni, kishilarga shukrona qilmagan kishi Alloh subhanahu va taolaga shukrona qilgan bo'lib sanalmaz deb aytadi. Ham shu so'zlari bilan kishilarga da rahmatli bo'lib, kishilarga da shukrona qilarga kerakligini anglatib qo'yadi. Chunki Rabbimizning ne'matlari bizga turli kishilar bilan, turli sabablar bilan kelarga mumkin. Lekin ular ortida qiyshiksiz Alloh subhanahu va taolo turadi. Shunga ko'ra da shu sabablar uchun, shu kishilarga da biz albatta rahmatli bo'larga tegishmiz, shukrona qilarga tegishmiz. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo tag'in bir oyat karimada bizga bir xabarini yetkazadi, shukrona masalasini anglatib, la in shakartum la azidannakum dey. Kimda kim shukrona qildi, kimda kim rahmatli bo'ldi, kimda kim bergan ne'matlari bilan xayrli ravishda qo'llandi esa, shu kishilar uchun Alloh subhanahu va taolo ne'matlarimni orttirarman deb aytadi. Chunki bu vaqtda adam bolalari bergan ne'matlarni tegishli o'rinda, tegishli vaqtida Alloh subhanahu va taolo qo'shgancha qo'llandilar. Shunga ko'ra da tegishli ajrlarini da olarlar deb aytadi. Shukrona qilib, turmushimizni xayrli ravishda olib borib, Alloh subhanahu va taolaning rizolig'iga hammamizga da erishishga nasib bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.